Jadal rivojlanayotgan Chortoqda yana bir yirik infratuzilma loyihasi ko'prik qurilishiga start berildi. Xotira va qadrlash kuni arafasida Chortoq tuman hududidan o'tuvchi D111 avtomobil yo'lining 15-16 kilometrlar oralig'ida joylashgan temir yo'l ustidan o'tgan ko'prikni to'liq qayta qurish ishlariga tamal toshi qo'yildi. Oxirgi 2-3 yil ichida Chortoq tumani tubdan o'zgarib, yangi loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Jadal rivojlanayotgan tuman maqomini olgan Chortoqda qurilishlar izchil davom etmoqda. Endilikda tuman markazidagi temir yo'l ustidan o'tgan ko'prik ham yangilanadigan bo'ldi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan tamal toshi qo'yish marosimida viloyat, tuman jamoatchiligi, davlat va jamoat tashkilotlari mutasaddilari, nuroniylar, mahalla faollari ishtirok etdilar. Namangan viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov bunda yirik infratuzilma obyektlarini barpo etishda puxta hisob-kitoblar asosida ishlab chiqilgan, barcha texnik va xavfsizlik talablariga javob beradigan loyihalar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Shuningdek, ushbu loyihaning amalga oshirilishi hududning transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish, aholi uchun qulay va xavfsiz harakat muhitini yaratishga xizmat qilishi qayd etildi. Qurilish oldidan jonliq so'yilib, nuroniylar ishtirokida xayrli ishlar bardavom bo'lishini tilab duolar qilindi. Shundan so'ng ko'prik qurilishi ishlari rasman boshlandi. Mana hozirgi paytda tumanimizda juda katta qurilishlar ketyapti. Prezidentimizni sayyoh harakati bilan Chortoqimizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Masalan, mana kanal bo'ylari Namangandan kelaverish shunaqa chinor ham chiroyli qurildiki, bu havas qilasiz. Endi mana ko'prigimizni qurilganiga bir necha yil bo'lgandi. Ta'mir talab bo'lib qoldi, bir ikki marta ta'mirlarda ko'p ham yaxshi bo'lmadi. Endi hozir zamonaviy tipda qilib, mana ko'prigimizni ko'p polosali qilib turib, yonida yo'lakchalari bilan qayta quriladigan bo'ldi. Bugun viloyat hokimimiz kelib, bunga ham tamal toshi qo'yib berdilar. Biz bundan juda xursandmiz. Chortoqimizda o'zgarish juda katta yaxshi bo'lyapti. Ko'z tegmasin. Ta'kidlash joiz, 1974-yilda barpo etilgan mazkur ko'prik Uychi va Chortoq tumanlarini o'zaro bog'lovchi muhim transport inshooti sifatida hududlararo qatnovda alohida ahamiyat kasb etib kelgan. Biroq yillar davomida tabiiy omillar, jumladan korroziya va yer yuzasi eroziyasi ta'sirida konstruksiyalarda ma'lum darajada eskirish holatlari yuzaga kelgan. Qolaversa, eni uncha keng bo'lmagan ko'prikda keyingi vaqtlarda transport oqimi ko'pligi bois tez-tez tirbandlik yuzaga kelmoqda. Mavjud holatni inobatga olgan holda ko'prikni zamonaviy muhandislik yechimlari asosida qayta qurish bo'yicha qiymati 36 milliard so'mlik loyiha ishlab chiqildi. Unga ko'ra, ushbu hududda harakat xavfsizligi to'liq ta'minlangan, piyodalar yo'laklariga ega va har tomonlama qulay bo'lgan 4 tasmali yangi ko'prik barpo etiladi. Quruvchi tashkilot uni qisqa fursatda sifatli qilib bajarish harakatida. Demak, Chortoqda hudud obodligi-yu aholi farovonligiga hissa qo'shadigan yana bir muhim loyiha amalga oshiriladi.